Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. To'g'ridan-to'g'ri efirda joyda informatsion dasturi. Termiz xalqaro savdo markazida O'zbekiston Rossiya Yevrosiyo makonida strategik sheriklik mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti hamda Valday xalqaro munozara klubi hamkorligidagi ushbu konferensiyada ekspertlar yurtimiz va Rossiya o'rtasidagi strategik sheriklikni yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy, transport, texnologik yo'nalishlarni muhokama qilishdi. Bugungi kunda O'zbekiston-Rossiya hamkorligi turizmdan ortiq bitim va kelishuvlarga tayanadi. Ana shu omillar ikki tomonlama aloqalarni nafaqat barqarorligiga ta'sir qilyapti, balki uni yangi amaliy mazmun bilan boyitishga ham xizmat qilmoqda. Самой высокой оценки заслуживает уникальный проект создания специальной экономической зоны, на территории которой мы. Biz turgan hududda tashkil etilayotgan maxsus iqtisodiy zona loyihasi shubhasiz yuksak bahoga loyiq tashabbusdir. Mazkur zona eng avvalo O'zbekiston va uning qo'shnisi Afg'oniston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ochiqni aytganda, bugun Afg'oniston hali davlat sifatida shakllanishning murakkab bosqichini boshdan kechirmoqda. Shu bois u tabiiyki qo'shnilari va xalqaro hamkorlari tomonidan ezgu ko'mak hamda jiddiy e'tiborga muhtoj. Bunday hamkorlik qatorida albatta O'zbekiston ham, Rossiya ham bor. Bu yerda ko'rganlarimiz O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qarori bilan tashkil etilgan maxsus iqtisodiy zona negizidagi hamkorlik naqadar samarali va o'zaro manfaatli bo'lishi mumkinligini yaqqol namoyon etdi. Menimcha bu uzoqni ko'zlab qilingan qaror, puxta o'ylangan strategik qaror. Ma'lumki ushbu zonada afg'on va o'zbekistonlik tadbirkorlar o'z mahsulotlari va loyihalarini namoyish etish imkoniga ega bo'ldi. Eng muhimi, aynan shu hamkorlik formati O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmining bir necha barobar oshishiga xizmat qildi. Ayniqsa bu loyihaga rossiyalik tadbirkorlar va Rossiya hududlari tomonidan qiziqish tobora ortib borayotgani quvonarli. Jumladan Novosibirsk viloyati va Boshqirdiston Respublikasi allaqachon ushbu zonada faoliyat yuritmoqda. Tushunishimcha, ular asosan mazkur maydon orqali o'z mahsulotlarini Afg'onistonga eksport qilish, shuningdek Afg'onistonning an'anaviy eksport tovarlarini xarid qilishga qaratilgan o'zaro manfaatli savdo loyihalarini amalga oshirmoqda. Shunday ekan, bu jarayonlar har tomonlama manfaatli hamkorlik modelidir. Umid qilamanki, u bundan buyon ham izchil davom etadi va Rossiyaning yana ko'plab hududlari maxsus iqtisodiy zona ochib berayotgan keng imkoniyatlarga tobora faolroq e'tibor qaratadi. Konferensiya doirasida iqtisodiy va texnologik hamkorlik istiqbollari ham alohida muhokama qilindi. Ta'kidlanganidek, keyingi yillarda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi aloqalar yuqori dinamika bilan o'sib boryapti. Xususan, so'nggi 9 yilda o'zaro savdo hajmi 3 barobardan ortiq oshib, 13 milliard dollarga yetdi. Rossiya O'zbekiston iqtisodiyotidagi yetakchi investor davlatlardan biri. Qo'shma loyihalar portfelining umumiy hajmi 55 milliard dollardan oshgani hamkorlik ko'lami kengayib borayotganining tasdig'idir. Yaqin istiqbolda yana qariyb 5 milliard dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish rejalashtirilgan. Mutaxassislar qayd etganidek, endilikda asosiy e'tibor faqat ko'rsatkichlar o'sishiga emas, balki qo'shma loyihalarning natijadorligini oshirishga qaratilmoqda. Самое главное то, что у нас сейчас есть на повестке с учетом и развития Узбекистана. Umuman olganda O'zbekistonning so'nggi yillardagi jadal rivojlanishi va Rossiya oldidagi vazifalarni hisobga olsak, bugungi kun tartibidagi eng muhim masala ilmiy sohalarda sa'y-harakatlarni birlashtirishdir. Chunki an'anaviy ishlab chiqarish tarmoqlari O'zbekiston uchun muhim bo'lsa-da, iqtisodiy transformatsiya uchun bu yetarli emas. Rossiyada esa rivojlanishning ichki zaxiralari bilan bog'liq ayrim cheklovlar mavjud. Shu bois imkoniyatlarni birlashtirish ikki mamlakat iqtisodiyotiga sinergetik samara yaratib, nafaqat o'zaro, balki kengroq Yevrosiyo makonida ham yangi o'sish nuqtalarini ochishi mumkin. Biroq buni amalga oshirish uchun avvalo ekspertlar tomonidan puxta ishlab chiqilgan dastlabki yondashuv zarur. Shu ma'noda bugungidek tadbirlar kelgusida konsepsiya va strategiyalarni ishlab chiqish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Eng asosiysi bunday muloqotlar umumiy nuqtalarni topish, o'zaro bog'liqlikni anglash va iqtisodiy strategiyalarni yanada aniqroq shakllantirish imkonini beradi. Mazkur konferensiya O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi sheriklik aloqalari o'zining yangi bosqichga ko'tarilganini yana bir bor amalda tasdiqladi. O'zaro ishonchga asoslangan bunday muloqot formati dolzarb masalalarni atroflicha muhokama qilish bilan birga ikki tomonlama hamkorlikni uzoq muddatli asosda rivojlantirishga qaratilgan aniq va samarali qarorlarni ishlab chiqish uchun mustahkam zamin yaratadi.